Butun dunyoda ekologiya atrof muhitni asrash yoki yaxshilash trendga aylandi. Sababi shundaki, ekologiya chegara bilmaydi. Agar butun dunyo insoniyat ekologiyani yaxshilashga birgalikda harakat qilmasa, bir necha davlat sa'y-harakatlari besamar ketishi mumkin. Chunki zararli havo, chang chegara bilmaydi. Shuning uchun buni anglab yetgan mamlakatimiz rahbariyati, xususan prezidentimiz tashabbusi bilan Markaziy Osiyoda birinchi marta mintaqani ekologiya va atrof muhitini himoya qilish masalasida bitta kelishilgan tizimli siyosatni shakllantirish uchun Samarqandda forum tashkillashtirilyapti. Unga Markaziy Osiyo rahbarlari, Yevropa Ittifoqi va BMT tashkilotlari vakillari kelmoqda. Forum natijasida ko'proq bizda quyosh energiyasi, shamol energiyasi, shular orqali birinchidan ekologiyani asrash, ikkinchidan energiyani narxini pasaytirish masalasi qo'yilgan. Bilamizki, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston va Tojikiston 5 yomizda ham suv muammosi bor. Ya'ni forumda suvga nisbatan yagona strategiya ishlab chiqish, uni taqsimlash masalasi qo'yilgan. Forumda erishilgan kelishuvlar va natijalar haqida ham keyingi videolarda o'zim sizga batafsil ma'lumotlar beraman.